Assalomu alaykum. YouTube kanalimizni ko'rib turuvchilar, bugun Amerika vizasi jarayonlari haqida gaplashamiz. Asosiy suhbatimiz sayohat, biznes vizalari haqida ketadi va quyidagi savollar: qancha vaqt ketadi, qancha pul ketadi, bozorda narxlar qanaqa, olish uchun qanday qadamlar ketma-ketligi bor va kimlar viza oladi? Quyidagi savollarga bugun javob beramiz va birinchi savolimiz: qancha vaqt ketadi ushbu proses uchun? Birinchi prosesimizda albatta anketa jarayonlari bu o'rtacha yarim soat, 1 soat vaqtni olishi mumkin. Albatta ma'lumotlarning qanchalik siz tomoningizdan berilganligiga ham bog'liq. Ya'ni bu DS-160 anketasi hisoblanadi. Tak. Ushbu anketani to'ldirganingizdan keyin siz elchixonaga navbatga yozilishingiz kerak. Navbatlar hozirgi kunda juda yaqin sanalarda mavjud. Ba'zi holatlarda 1 oy yoki 2 oy holatlariga ham surilishi va undan yuqori ham bo'lishi mumkin. Hozirda 1 oy ichida barcha proseslarga vaqt ketmoqda. Tak, qancha pul ketadi? Demak, elchixonaga kirishingizda birinchi qadam shu anketa tugatishdan so'ng to'lovni amalga oshirishingiz kerak. Ya'ni viza uchun to'lov, vizaning narxi, ya'ni viza nima deydi? Vizaviy sbor deydi. $185 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu sayohat va biznes vizalari uchun bir xil summa. Tak. Va undan tashqari firma uslugalari bo'lishi mumkin. Bu haqida batafsil o'zimizga murojaat qilsangiz aytib o'taman. Keyingi savolimiz: bozorda narxlar qanaqa? Bozorda men bilgan narxlar $100 dan $3000 gacha tashkil etadi. Qimmat bo'lishi, ya'ni korxonalar, ya'ni zanjir bo'lib ketaveradi. Bir nechta odamlar buni ustidan non yeyishi ortidan narxlar oshib ketishi mumkin. Lekin to'g'ridan to'g'ri ishlangan holatlarda $500 dan o'rtacha $1000 atrofida summa bo'ladi. Endi bu nimaga bog'lanadi? Nega buncha qimmat? Oddiy holat-ku yoki oddiy ish-ku deb aytadi ko'p odam. Aslida ushbu odam birinchi o'rinda uning ishlagan tajribasi. Aytaylik, u odam shu sohada 3 yil, 5 yil, 10 yildan beri tajribasi bor. Lekin ayrimda mana $100 deylik, o'sha odamlar yaqinda 1 oy oldin o'rganib chiqdi va osongina sizni anketangizni to'ldirishi mumkin. Lekin undagi anketa to'ldirishdagi oddiy detal ham sizga viza olishda atkazga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni uning tajribasi yetarli bo'lmaganligi uchun ham siz vizani olmasligingiz mumkin. Lekin bu haqida nima deydi? Siz mutaxassis emassiz, bu narsani siz sezmay ham qolishingiz mumkin. Mutaxassisga murojaat qiling va mutaxassis sizning o'sha vizangizni dokumentlashtirishda, hujjatlaringizni to'liq qilib berishda professional yondashsin. Hech qachon bu narsa uchun siz arzon to'lashga harakat qilmang. Tavsiya etmayman. Arzon to'laganingizda kerak bo'lsa siz 2-3 baravariga ko'proq summa to'lagan bo'lishingiz ham mumkin. Ayrim holatlarda atkaz oladi yoki bo'lmasam shu qayta topshirish natijalarida siz o'sha nima deydi, ayni bir summani 2-3 baravar to'lab qolishingiz mumkin. Bu albatta ularning ish tajribasidan, ingliz tili bilish tajribasidan kelib chiqadi. Tak. Olish uchun qanday ketma-ketliklar bor? Birinchi o'rinda anketa to'ldiriladi va sizga navbatga olinadi, qaysidir kun belgilanadi va o'sha kuni sizda suhbat bo'ladi. Suhbatda ketma-ketliklar bor. Ya'ni savollar ketma-ketligi odatda deyarli hamma uchun bir xil, lekin javoblar har xil. Bunga mutanosib tarzda alohida yondashiladi. Hech qachon bitta savol o'shanga bir xil javob berilmaydi. Har bir odam uchun individual ishlash kerak. Har doim men ishlaganimda yoki boshqa bir kompaniyalarni ishlaymiz. Endi asosan men o'zim haqimda aytaman. Har bitta odamga individual yondashiladi. Qayerda ishlaydi, maqsadi nima? Hammaga har xil bo'ladi. Buni bizga murojaat qilsangiz albatta aytib o'taman. Tak, kimlar viza oladi? Oxirgi savolimiz ekan. Tak, viza oladiganlarning katta bir qismi birinchi biznes vizalar haqida aytib o'taman. Keyin sayohat vizalarida menimcha ko'p odamga qiziq bo'ladi. Biznes vizalarda asosan tavsiya etardim, Amerikada hamkoringiz bo'lsa, u hamkoringizdan sizga taklifnoma kerak bo'ladi. Agar taklifnomangiz yo'q, lekin Amerikada ish yuzasidan boryapsiz
demak siz konferensiyaga sizga konferensiya yoki o'ta muhim bo'lgan shu yig'ilishlarga sizga taklifnoma kerak bo'ladi va shu holatda vizalar olishingiz mumkin. O'shanda ham sizning sohangizga, endi fishkani aytib o'taman, sizning sohangizda biron bir davlatga borgan bo'lsangiz, bu juda ham yutuqli bo'ladi. Endi sayohat vizalariga keladigan bo'lsak, sayohat vizalarida sizning birinchi o'rinda oxirgi 5 yil ichida sayohat qilgan davlatlaringiz rol o'ynaydi. Qanchalik bu ya'ni vizali davlatlar va kuchli viza siyosatini olib boruvchi davlatlar hisoblanadi. Bunga kirishi mumkin Yevropa, Yaponiya, Singapur, ya'ni pasportlari qancha yuqori darajada turadigan davlatlar bo'lsa, u yanada ham yaxshi. Endi ayrim holatlarda to'g'ri ba'zi odamlarda vizam mana bu davlatga viza olmagandim, lekin Amerikaga berdi deyish mumkin. Bu men bitta faktorni aytib o'tyapman, sizning viza istoriyangiz. Va shu bilan birgalikda sizning mustahkam ish joyingiz bo'lishi kerak, ya'ni ayrim bir kuchli bir korxonada ishlashingiz, ya'ni O'zbekistonda o'zini darajasiga ega bo'lmagan taqdirda ham nima deydi, soliq to'lovchiligi tomonidan kuchli bo'lgan yoki umuman oborotlari yuqori bo'lgan kuchli taniqli kompaniyalar bor. O'shanaqa kompaniyalar orqali yoki o'zingizning kompaniyangiz bo'lsa, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Tak. Agar kompaniyangizda ancha yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsangiz va hozirda ham yaxshi lavozimda ishlayotganingiz yoki kompaniyaning egasi bo'lsangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Bunda sizni suhbatga chiroyli qilib tayyorlash kerak bo'ladi, ya'ni qanday qilib javob berish kerak. Odamlar bor, berilgan savolga qo'shimcha boshqa joyga o'tlab ketishlar bo'ladi. Bu juda ham zararli, ya'ni vizani отказ berishga sabab bo'ladi. Bugungi video Amerika viza protsessi haqida edi. Katta rahmat. Bu video sizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman.